Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan real akkaunt ochib, MT5 ga ulashni o'rganamiz. Bu yerda siz demo yoki realni tanlaymiz. Standart. Xohlagan nimalaringda ishlasanglar bo'ladi. Standart, zero shot bu. Dollar bu yerda o'zbek so'mini ham tayyorlab ishlasanglar bo'ladi. Bu yerda nom qo'yasizlar nickga. Muzaffar deb yozamiz. Xohlagan ismlaringni yo bir o'zlaring qo'yasizlarda nomni. Davom etish, bu yerga parolni yozamiz. Hisob yaratildi mana. MT5 standart real shot. Buni endi MT5 ga ulash uchun tafsilotlar degan joyga o'tamiz. Bu yerdan sozlamalarga, bu yerda hisobga kirish, login, mana buni buferga olamiz. Bu yerda MT5 real 35. Bu yerdan Exynos Technology Ltd'ni tanlaymiz. Bu yerga loginni hozir buferga saqlab olamiz buni. Yerga o'tgandan keyin qo'yamiz. Va boyagi parol. Endi bu yerdan Exynos MT5 real 35 ni tanlaymiz. Mana saqlash. Real shotimiz mana ochildi, real shot. Bu yerdan keyin HUSD ni tanlab qo'yib bemalol savdo qilsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Muzaffar Forex bo'ldi.